Bir odamning hech narsasi yo'q. Bechora qayoqqa boshini tiqishni bilmay ketyapsa, ilgari hammomlarni orqa tomonida o'tin bilan isitilgan hammomlar. Ha? Hozirga o'xshagan gaz emas, o'tin yoqib isitilgan. O'tinni yoqilgan ekanda, o'tin tugab, hammom ishi tugatib, kul, issiqqina kul bo'lib turgan ekan. O'sha joyga kiribdi deb yotibdi xullas. Maza qiladi-da. Mardikorlar hayotidan biroz xabarim bor. Biz o'qib yurgan paytimizda bu katta halqada mardikor bozorlari bor, ha? O'sha mardikor bechora bolalar katta turbalar o'tgan. Katta turbalar, issiq. O'sha turbaning ustiga yotib olib uxlardi kechqurun. Issiq joyi, ko'chada hech kimi yo'q, hech narsasi yo'q odam rosa xohlaydi. Mushuklardan ko'rganmisizlar? Daydi mushuklar shunaqa issiq joy qidirib yuradi. Xullas halgi odam ham halgi joy topdi, juda zo'r joy ekanda, shunaqa maza qildi. Uxlaganda hamma yo'g'i erib maza qildi xullas. Ertalab turib, kirishib, bundoq qarasa qarshisida qasr turgan emish. Qasrning balkonida bir boy, badavlat odam chiqib, u ham kelishyapti emish. U ham uyqudan turib kelyapti-da. Shunda unga qarab aytgan ekan: "Seni ham kuning o'tdi, meniki ham o'tdi" dedi. Dunyoning hamma narsasi qo'lingizda bo'lsa ham o'tadi kuningiz. Hech narsasiz qolsangiz ham kuningiz o'tadi. Hozirgi zamon yo'q, falsafiy gap bu. Hozirgi zamon bor deb to'polon qilib qolishsa aytasizlar, qani deysiz. Qani hozirgi zamon ko'rsatchamaga deydi. Yo'q, bir biz ketdi. Biz o'tgan zamondamiz, kelajak zamondamiz. O'tgan zamon o'tdi, kelajak hali nasiya. Hozir javob bering o'zingiz.